Siz videoda ko'rib turgan narsa beshik derivator va ari o'rtasidagi jang. Ko'pchilik o'ylaydiki, beshik derivator har doim g'olib keladi deb, ammo bu videoda ming afsuski beshik derivator mag'lub bo'lgan, ya'ni ari beshik derivatorni o'zini yo'q qilgan. Beshik derivator bu arini nima deydi, o'ziga ozuqa deb o'ylab iste'mol qilaman degan. Lekin ming afsuski, mana bu videoda ko'rib turibsiz, ari hujumga o'tgan. Beshik derivatorda boshidan kemirishni boshlayapti. Har doim ham nima deydi, raqibni mensimaslik yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun jangda raqibni albatta mensish kerak. Mana ko'rib turganingizdek, beshik derivatorni boshidan kemirishni boshlayapti. Ya'ni arini ham o'sha og'iz apparati shunaqa tuzilganki, qattiq o'sha nimalarni, ozuqalarni kemirishga